Opa, mening dadam qachon keladi? Dadangiz u. Hey! Bana pul ver de mi? Pul vermeyse şunak mı? Ben size pul ver dedim. Gibimde düşemedin mi? Vermeyse şunak mı? Unda qilmang Ali. Bu opamni qilgan Bey, saqchi idorisimi? Oğlum. Siz turmadan chiqqali qanchalik bo'ldi? Ben türmeden çıkalı 6 ay oldu. 6 ay. Ameliyatda men xatoligimni tanıdım. Men türmede turish jarayonida o'zimning qilgan etganlarini birma-bir o'ylab chiqdim. Men nayt cho'ng xatolik qildim. Sizdan o'tinib qolay. Menga bir qatim fursat bering, ma'qulmi? Zahar degan nejisni tashlay olgan bo'lsangiz bo'ldi. Yaxshi odam bo'lsangiz menga shu yetarlik. Men qaytay. Gülmira. Sizdan o'tinib qolay. Menga bir qatim fursat bering. Men yaxshi odam bo'lib qaytib keldim. Sizdan o'tinib qolay. Men burun rostdan xato qildim. Biz allaqachon ajrashib ketgan Ali. Endi meni istab kelman. Men necha yildan beri balani o'zim yolg'iz beqib cho'ng qildim. Bundan keyin o'zim yolg'iz beqib cho'ng qila olmayman. Sizning menga kerigingiz yo'q. Gülmira. Yo'q. Men türmede turish jarayonida hammani qaytadan o'ylab chiqdim. Men rostli bir odam emasmanman. Sizdan o'tinib qolay. Bolam o. Meni bir qatam bo'lsa-mu dada deb chaqirsa bo'lamdi. Faqat bir qatam. Sizning yaxshi odam bo'lishingizga ishonmayman Ali. Balaning sizdek dadisi yo'q. Bundan keyinmi bo'lmaydi. Ayni chaqda sizning men qilganlaringiz hozirgacha ko'z oldimda bor. Bizni endi istamam. Bizni tinch yashag'ili qo'ying. Dada! Dada! Balam. Dada, bekle tezli qaytib keldiniz. Endi do'stlarim meni dadisi yo'q deb hargiz maza qilolmaydi. Endi qaytib ketmang bo'lamdi dada. Yo'q balam. Men endi sizlarni hargiz tashlab ketmayman. Meni kechir oğlum. Men endi hargizmi xato yo'lda mangmayman. Men sizlarni cho'qib baxtli turmushga erishtiraman. Sizdan o'tinay Ali. Endi bunda xato yo'lda mangmang. Sizga va'da bering. Meningmi dadam bo'ldi. Endi bizni tashlab ketma. Yo'q.
Kele oğlum. Biz ahire cem bulduk. Biz ahire cem bulduk.